qanday gaplashamiz deydi-ku, ochiq muloqot. Bor. Tashabbus bildirganlar avtomatlashtirsa bo'lmaydi bu narsalarni. Shundan ilhomlanib platforma qilamiz mahallaga. Bu botimiz buni ish qilib beradi. Bu botimiz o'sha prezidentimiz birinchi sonli qaror asosida yo'l xarita qiladi. Har bir yo'l xaritada fuqarolar bor. Ular bo'yicha har bitta mahallaga yettitaga ma'lumotnoma qilish kerak. Bu kompyuter oldida o'tirib ma'lumotnoma qilish ancha vaqtimizni olib qo'yadi. Mana shu ishni fuqaroni oldida uchrashgan joyi o'zida shakllantirish imkonini beradi bu. Integratsiya qilamiz. Bu shu bilan ishlaydi deyapman. Srazu bo'ladi. Mana startap loyiha alohida, bu alohida bo'lib yig'ib kelaveradi hamma narsani. Bu markazda tahlil qilib boradi. O'sha aytgan murojaatini bu yo'naltirib boradi. Koordinator